qarzi bor odam biror a'zosini, buyrak yoki shunga o'xshash sotib qarzini to'lasa bo'ladimi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taolo Isro surasida insonni naqadar buyuk va mukarram qilib yaratganini o'zi bahosini berib qo'ygan. Alloh aytadiki: "Va laqad karramna bani adama." Biz darhaqiqat odam farzandlarini mukarram qilib, ulug' qilib qo'ydik deydi. Odamni bolasini ulug' qilib qo'ygan, mukarram qilib qo'ygan Alloh taolo endi shu mukarramlikka taalluqli bo'lgan barcha narsalarni ham bandaning ustiga vojib qilgan. Shulardan biri banda uchun berilgan a'zolar, bandaning mukarramligiga dalolat qiladigan a'zolarni oldi-sotdi qilish, unga zulm qilish, uni behuda demak zarar yetkazish ishlari ham joiz emas. Shuning uchun savolda so'ralgan edik, bir odam o'zini a'zosini boshqa birovga sotishligi shar'iy nuqtai nazardan harom bo'ladi, joiz bo'lmaydi va bundan olgan puli harom pul hisoblanadi. Ammo hozirgi paytda odamlarni biror bir a'zoga muhtojligi, zarurati bo'lgan paytda boshqa bir odamdan a'zo olishga ehtiyoj seziladi. Ana shu boshqa odamdan a'zo olishga ehtiyoj sezilganda ulamolar bir qancha shartlarni aytganlar. Men bu yerda qisqaroq qilib aytib qo'ymoqchiman. Birinchi, sotmasligi kerak o'sha a'zosini beradigan odam. Ikkinchi, o'sha beriladigan a'zo beruvchida berishlik bilan uni hayotiga nuqta qo'yiladigan bo'lib qolmasligi kerak. Masalan, yuragini beruvchi bo'lmasligi kerak. Uchinchi sharti, o'sha bergandan keyin inson yashab ketishligi, ya'ni beruvchi tomon yashab ketishligi aniq bo'lishi kerak. Doktorlarning uzoq o'rganishgandan keyin. To'rtinchisi esa a'zoni olgan tomon, qabul qilib olgan tomonga buning bergan a'zosi mutanosib va muvofiqligini tabiblar, doktorlar tomonidan o'rganilib qaror qilinishi kerak. Ana shu shartlar hammasi topilgandan keyin bir odam o'zidagi a'zosini boshqa birovga tatavvuan hadiya qilib, shunda xolis bersa, shunda ko'chirib o'tkazishlikka juda ko'p fatvo markazlari, jumladan Robitatul Alamul Islomiyniki, nimadagi Jiddadagi fiqh akademiyasi va boshqa Azharni fatvo akademiyalari fatvo chiqarib, mana shu shartlarga o'xshagan yana boshqa shartlarni ham qo'shgan, lekin asosiylari mana shu 5 ta shart. Shu shart asosida bir odamning a'zosini boshqa bir odamga ko'chirsa bo'ladi deyishgan. Allohu a'lam bis-savob.